Sizga yuqori aniqlik va barqaror ishlashga ega HL60M issiq yelimli muqovalash uskunasini taqdim etamiz. Uskuna soatiga 200 tadan 400 tagacha kitob muqovalashi mumkin. 1,5 kW quvvatga ega dvigatel esa barqaror va uzluksiz ishlashni ta'minlaydi. O'rnatilgan Solar Cutter frezasi kitobni booking chetini aniq tozalab, yelimning chuqur singishini ta'minlaydi. Yon tomondan yelim berish tizimi esa sahifalaringizni mustahkam yopishini kafolatlaydi. Kitob qalinligi 60 mm gacha. Bu uni qo'llanmalari, kataloglar, o'quv adabiyotlari va boshqa bosma mahsulotlar uchun ideal qiladi. HL60M maksimal 420 mm gacha bo'lgan kitoblarni muqovalay oladi. Uskuna A3 formatgacha bo'lgan kitoblarni tez, sifatli va professional darajada muqovalash uchun ishlab chiqarilgan.